onangiz hayot bo'lsa, otangiz hayot bo'lsa, bir marta bo'lsa ham bag'ringizga bosing. O'zingizga o'zingiz savol bering. Qachon oxirgi marta onangizning yuzini silab qo'ydingiz? Qachon onangizning yuziga yuzingizni qo'yib, "Ona, mendan rozi bo'ling" dedingiz? Qachon otangizning qo'lidan o'pib, "Dadajon, otajon, shuncha qiynalib boqqanmiz zamani. Kichkinagina bolamni boqishi uchun qiynalib ertamandan kechgacha yugurib yuribman. Shuncha aka-ukalarimizni boqqan bu qo'llaringiz jannatga loyiq" deb bir marta o'pib qo'ying. Ishoning, bu dunyodagi eng katta lazzatni ham lazzat. Bir kuni bir odam kelib menga aytibdi, "Domla, menga bitta duo o'rgating" deydi. "Nima duo?" desam, "Shu duoni o'qisam tushimga onam kirsin" deyaptilar. Tushimga onam kirsin, shunday sog'indimki, hech imkoniyatim yo'q. Hech bo'lmasa tushimga kirsin. Men aytdim, "Ey birodar, u duoni o'zim ham izlab yurganlardanman. Lekin tirik mahalda qaramagan ekanmiz. Bugun onangizdan xabar olganingizga qancha bo'ldi? Bilib, bir xilgilar boshqa viloyatlardan kelib ishlaymiz, uzoqlarda yuramiz. Lekin hech bo'lmasa ularning holidan xabar olyapmizmi degan savol bor. Shuning uchun bugun biz yana qayta ota-onani qayta eslayapmiz, azizlar. Ota-onangiz hayot bo'lsa, ularning duosini oling. Ularni bag'ringizga bosing.